70 million so'mlik uy chiqarsam, siz like bosmasangiz odam podam ekansiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Maoriylarida bo'lib turibdi. O'sha mashhur Termiz shahrining 3dan 1 qismi aholi yashaydigan Maoriylarni ko'rib turganingizdek, qad ko'targan 12 qavatli, 16 qavatli, hozir esa to'g'rimizda qarshimizdagi qizil 12 qavatli uylarning 6-qavatida umumiy maydoni 43 kvadrat bo'lgan uyimiz sotuvda. Hozir liftdan chiqib keldik. Ikkita lift, bitta passajirni, bitta o'sha yuk uchun moslashtirilgan. Biz atkoz 24/7 ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, bu koridor azoblanishlar boshlang'ich to'lov 70 million so'm. Pastdagi uy egalari raqamlariga telefon qilib, o'z taklifingizni berib, bemalol savdolashishingiz mumkin azoblanishlar. Reklama maqsadida kelganmiz. Bu tarafimizda 3 ta xonadon, bu tarafimizda 3 ta xonadon. Umumiy hisobda 6 ta xonadon hisoblanadi bitta podyezdda. Chap qo'limizga kirib kelishimiz bilan Maoriylarda 95% hojatxona bilan o'sha birgalikda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, oxirigacha kafillangan. Ko'pchiliklar so'raydi, kommunalkalar qanday deb. Gaz, suv, svetda Maoriyada yashaydigan aholi o'zi kommentariyada yozib ketishini bilishadi. Aslo muammo yo'q. Buyursa bitta xonasi quruvchi topshirgan holatda, yangi holatda turibdi. Siz oladigan bo'lsangiz birinchilardan bo'lib yashaysiz yangi holatda. Tezda shoshilamiz azoblanishlar. Bunaqa variantli uylar har doim chiqavermaydi. Bu esa bitta xonasi ko'rib turganingizdek, bankda krediti bor, uni uyda egalariga chiqib bemalol bog'lanib bilib olishingiz mumkin. O'ng qo'limizda esa oshxonasi joylashgan. Gaz plitalari yangi holatda keltirilgan. O'ng qo'limizda katyonlar bor, o'zi uchun alohida bir xona, ixchamgina. Juda zo'r variant. Ijarachi so'raydiganlar uchun ijaraga ham bemalol 2 million so'mga ijarachi turadi mana shu Maorada. Demak, ko'rib turganingizdek, mana 6-qavatdan Atmosfera Surxon stadioni, bu yoqda esa Yashil dunyoga 5 minutlik yo'l. Tezda shoshilamiz. Reklama uchun 99 kod bilan 716 53 78 raqamlariga bog'lanasiz.